Assalomu alaykum. Rust darslarga xush kelibsiz. Bugun ikkinchi dars. Ikkinchi darsda biz print komandasi, ya'ni print buyrug'ini chuqurroq ko'rib chiqishga harakat qilamiz va doimgidek ishimizni terminaldan boshlaymiz. Xo'p, terminal ochib olamiz. Kattalashtiramiz. Xo'p. Yarasiz qolgan bo'lsak, bizning eski proyektimiz bor. O'shani ichiga o'tsa ham bo'ladi yoki desktop ichiga o'tib yangi jild ochsak ham bo'ladi. Biz desktopga o'tib yangi jild ochamiz. Yarasiz qolgan bo'lsak, bu yerda bu narsa bizga ko'rindi. Biz esa bu yerda yangi jild ochamiz. Make orqali yangi jild ochsa bo'ladi. Xo'p, jildimiz nomini qilamiz. Misol uchun 2 deb qo'ydik. Ikkinchi darsga oid. Mana 2 degan jild paydo bo'ldi bizda. Shuning ichiga endi o'tamiz. CD 2 va o'shaning ichida biz o'zimizning proyektimizni boshlasak bo'ladi va yangi proyekt boshlash uchun cargodan foydalandik. Cargo new deb turib, proyekt nomini keyinlaringizidagi to qilamiz. Va cargo bizga yangi to degan jild ochib beradi. Bu yerda buni ls orqali jild deganini tasdiqlab olsak bo'ladi. Jild nomi d bilan boshlanadi. Demak, bizda to degan loyiha ishga tushdi va uni ichiga o'tib olamiz. cd2 qilaman va ls qiladigan bo'lsam, bu yerda menga doimgidek asosiy fayllar cargo toml va src paydo bo'ldi. src ning ichida bizga kerak bo'lgan main rs bo'ladi va main rs bizning ishlaydigan asosiy kod faylimiz hisoblanadi. Shu o'rinda bizda Windows ishlatayotgan yoki boshqa operating tizimdagilar ham bo'lishi mumkin. Hammada bir xil output bo'lishi uchun bitta dastur o'rnatib olishni tavsiya qilaman. Xo'p, u dasturning nomi bo'ladi VS Code. VS Code'da biz kodni yaxshiroq, tezroq yozishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, VS Code'ni code.visualstudio.com saytidan yuklab olish mumkin. Menda macOS bo'lgani uchun macOS uchun tortib olaman. Agar sizda Windows yoki Linux bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga mos operating sistemaga qarab o'rnatib olishingiz tavsiya qilinadi. Sayt code.visualstudio.com. Men macOS uchun o'rnatib olaman. Xo'p, yuklashga bosamiz va yuklab bo'linishini kutamiz. Soniya qoldi. Va dastur yuklab bo'lindi. Dasturga bosib turib bunga kirishga harakat qilamiz. Xo'sh, ochishga bosamiz. Va bizda VS Code ochildi. Xo'sh. Birinchi ochishlar shunaqa sal kuttiradi albatta. U tabiiy. Va bu yoqda biz o'zimizning jildimizni o'tkazib olsak bo'ladi. Va jildimiz ichida to bor. Izn beramiz, ruxsat beramiz. Okay, Copilotni ham so'zlab ketamiz shu o'rinda. Xo'sh. Copilot nimaligini bilmaydiganlar bo'lsa oramizda, Copilot bu bizga kodni tezroq yozish imkonini beradigan dasturiy ta'minot desak bo'ladi. Xo'sh, GitHub qo'shib so'rayapti. GitHubni qo'shish bu yerda hozir Copilotni sozlash ixtiyoriy, ya'ni buni sozlamasangiz ham Rustda kod yozishda davom etsa bo'ladi, lekin sozlab qo'ysangiz ham zarar qilmaydi. Sababi Copilot yordamida kod yozishingiz birmuncha tezlashadi. Xo'sh, menda sal muammo bo'lyapti. Okay, anyway. I can get this in code. Buni nimaga ochiq qoldiryapman? Ya'ni bu bir martalik kod. Ya'ni bu kod sizga tushgani bilan bu bilan hech narsa qilish imkoni yo'q. Xo'p, izn berishga bosamiz va Copilot bizda sozlandi hisobi. To jildini ungacha ochib turamiz. Source ichida main array bor, bizga kerak bo'lgan joyi.
Xo'sh, ism ver. Copilot qo'shildi. Markdan ko'raman. Va main arrays kod faylimizga qaytdik. Xo'p, o'tgan darsda biz mana shu chakatashib ketdi. O'tgan darsda biz println ni ko'rgandik. Bu degani komment yozaman bu yerga. Println degani, ya'ni satr yozish desak bo'ladi o'zbekchada. Ya'ni agar biz println bilan qanaqadir matn yozadigan bo'lsak, bu bitta qatorni to'liq egallaydi. Masalan, tagidan kelib turib println window salom dunyo deydigan bo'lsak, taklifdagidek va buni run qiladigan bo'lsak, ishga tushiradigan bo'lsak, bu yerda hello world bitta qatorda, salom dunyo bitta qatorda, ya'ni alohida qatorda chiqadi. Xo'p, terminal orqali buni run qilishga harakat qilib ko'ramiz. Cargo. Xo'sh, biz turgan joy pwd qilsak, proyektga qo'shimiz kerak ekan. Va cargo run qilamiz. Va cargo bizga dasturimizni ishga tushirib beradi. Ko'rishingiz mumkin, hello world alohida qatorda va qator tashlab keyin salom dunyo yozilyapti. Sababi biz println dan foydalandik va println ga o'xshagan xuddi shunday print buyrug'i ham bor. Print window ko'rinishida yoziladi va qo'shtirnoq ichida biz bir satrda yoziladigan matn deb yozsak bo'ladi masalan. Va nuqta virgul qo'yish esdan chiqmasin oxirida. Xo'sh, endi biz kodni run qiladigan bo'lsak, deyarli hech narsa sizga bilinmaydi. Sababi hello world bir qatorda, bir satr yozilgan matn bir qatorda turibdi. Buning sababi, agar biz println bilan kod yozadigan bo'lsak, biz yozgan matn bitta qatorni to'liq egallaydi. Xuddi mana bu misoldek. Lekin print bilan yozadigan bo'lsak, bu bir qatorni to'liq egallamaydi. Izida bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa, keyingi matnlarga ham kirishga, qo'shilishga ruxsat beradi. Buni isbotini yana bitta matn qo'shish orqali ko'rishimiz mumkin. Print deb turib. Shu keyinlar virgul bo'sh joyda yozamiz. Shu qatorda davom etadi desak, bu endi avvalgi qatordagi matnimizga qo'shilgan holat. Ya'ni mana bu matnning izidan davom etishi kerak. Sabab print buyrug'i agar tepadagi qatorga sig'sa, davom etaveradi. Agar tepadagi ham print bo'lsa. Xo'sh, cargo run qilib turib natijani ko'ramiz. Va ko'rishimiz mumkin, hello world println bilan yozilgani uchun bitta qator to'liq egalladi. Print buyrug'idagilar esa bitta qatorga sig'gani uchun davom etyapti. Xuddi shu ko'rinishda davom etaveradi. Misol uchun yana print deb turib bu ham desak bo'ladi. Bu yerda cargo run qilamiz. Va ko'rishingiz mumkin, 3 ta yozgan kodimiz bir qatorda turibdi. Bu yerda nuqta ketib qolibdi. Ya'ni println buyrug'i bir qatorni to'liq egallab oladi. Print buyrug'i agar o'zidan keyingilar iziga sig'adigan bo'lsa, sig'dirib boraveradi. Ikkala buyruqning farqi shunda. Va rastda komment, izoh degan narsa bor. Izoh bu o'zingizdan keyingi dasturchiga yoki kelajakda o'zingiz eslashingiz kerak bo'lgan narsani yozib ketish desak bo'ladi. Misol uchun fn main degan narsamizni hozir ko'rdik, o'rgandik. Bu kod bizga qaysidir marta endi kerak emas bo'lishi mumkin. Biz bu kodni kommentariya qilib ketishimiz mumkin, izoh qilib. Bu uchun slash yulduzcha va yulduzcha slash bilan qatorimizni yopamiz. Bu holatda o'sha slash yulduzcha va yulduzcha slash orasidagi barcha kod komment, izohga aylanadi va u bu yoqda ishga tushmaydi. Cargo run qilsa eski holatini davom ettiryapti. Sabab men saqlashni bosmadim. Cargo run qilaman va ko'rishingiz mumkin, bu yerda xato bor deyapti. Ya'ni main function yo'q. Ya'ni Rust dasturlash tilida main funksiyasi doimo bo'lishi shart. Agar bo'lmasa, kodimiz ishga tushmaydi. Demak, print qilib turib endi ishlaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yo'q, kelib turib run qilamiz va endi ishlaydi. Xo'p, agar bizda faqat print ishlatishga majbur bo'lsak yoki print o'zini ishlatganimiz kelsa ham, biz ikkita matnni ikki qatorda, ya'ni alohida qatorlarda chiqarsak ham bo'ladi. Qatorda davom etmaydi deylik shuni. Keyin shuni shu qatorda davom etmagan ko'rinishda ham qilib ko'ramiz. Cargo run qiladigan bo'lsak, ikkalasi bitta qatorda davom etdi. Biz endi xohlayapmiz print buyrug'i, println emas,
print buyrug'i bilan alohida qatorlarda ishlashni xohlaymiz. Bu uchun biz /n dan foydalanamiz. /n degani bu yangi qatorga chiqar degani. Ya'ni kodimiz yangi qatorga chiqadi. Uzr, bunaqa slash bo'lardi. Ko'rishimiz mumkin, pastga tushdi va oxirida foiz belgisi turibdi. Bu degani yana yoniga bo'sh joy bo'lsa olaveradi degani. Buni ham /n qilib ketsak, \n qilib ketsak, qator to'liq egallanadi. Hattoki print buyrug'idan ham. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, AI, ya'ni sun'iy idrok modellaridan so'rashingiz mumkin. Xohlasangiz Copilotdan, xohlasangiz Grok. Menimcha bu siz uchun muammo bo'lmaydi. Grok.com ga kirsangiz yoki Cloudga kirsangiz, bu sizning savollaringizga javob beradi. Menga nisbatan tezroq va aniqroq javob beradi degan umiddaman. Shunchaki ro'yxatga qo'yishingiz kifoya. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.